Hammaga salom. Fikr bildirishda davom etaman. Bu safar 5-6 ta, adashmasam даже bundan ko'proq tomoshabinlardan kelgan tur xil savollarga bitta qilib javob beraman. Sababi mana shu savollarga umumiy nuqtai nazardan qarasangiz, ular baribir aylanib o'rgilib bitta mavzuga, mana shu g'ayri tabiiylik yoki g'ayb ilmi, ilohiylik mavzusiga taqaladi. 2 ta yoki 3 ta tomoshabin so'radi, har xil tomoshabinlar tush haqida fikrim nimaligini. Biri ta'kidlashicha, tushida bironta odamni ko'rsa, ertasi kuni hayotda ham ko'rar ekan shu odamni. Yana biri ta'kidlashicha, tushida qandaydir shu hodisani ko'rsa, ertasi kuni hodisa hayotda ham sodir bo'ladi ekan va yana biri ham shunga o'xshash keltirdi. Ya'ni mana nima bo'luvchi, amalga oshuvchi tushlar haqida fikrim nima? Mana shu qandaydir dalolat emasmi? G'ayb ilmidan yoki mana shu g'ayri tabiiylikka dalolat emasmi? Ikkinchisi so'rashicha, o'z ko'zi bilan u ham ko'ribdi jinlarni. Endi jinlarni emas, do'sti bilan boribdi qanaqadir domlaga va domla arab tilida mana shu bir narsalar degan ekan, do'stiga kelgan uning do'sti endi jin orqali mana shu domla bilan gaplashishni boshlabdi va tushuningiz mana shu qiyshayib bir narsalar qilib mana shu o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Fikrim nima? Uchinchisi sehr haqida. Buni 2 ta tomoshabin so'radi. Bittasi ta'kidlashicha, u ham o'z ko'zi bilan ko'rgan ekan mana shu sehrning oqibatini. Kimdir sehrlab qo'yibdi va mana shu ko'zi oqib tushibdimi, bir narsalar bo'libdi. Hozir aniq o'qib bera olmayman, oldimda ikkinchi telefon yo'q. Tushundingiz? Mana shu sehr haqida fikrim nima? Va to'rtinchisi sufkuf, mana shu domlalarning o'qitishi va hokazo. Bir tomoshabin ta'kidlashicha, u ham aytayaptiki, shifokorga borgan ekan va shifokor mana shu sizning kasalingizni davosi yo'q degan ekan va keyin u domlaga borib o'qitgandan keyin mana shu kasali davolanib qolibdi. Mana senga g'ayb ilmi. Fikring nima? Shu. Fikrimga keladigan bo'lsak, birinchisidan boshlayman. Tush masalasi. Bu haqda o'tgan yil ham gapirgan edim. Javobim va mening fikrim hali ham shu bir xil, o'zgargani yo'q. Bu shunchaki sizning o'zingizni aldashingiz bo'ladimi? Confirmation bias degan narsa bor inglizchada, lekin o'zbekchalab qanday bo'lishini aniq tarjimasini hali ham bilmayman. O'zingizni aldash yoki tarafkashlik qilish. Keling, tushuntirib beraman nima demoqchiman. Ya'ni mana shu tushlarim amalga oshyapti yoki nima bo'lardi? Yana bitta so'zi. Ro'yobga chiqyapti, ro'yob bo'lyapti deganingiz bu shunchaki siz o'zingizni aldashingiz. Mening shaxsiy fikrim va buni isbotlash juda ham oson. Oddiy bitta eksperiment bilan. Kundalik tuting. Misol uchun bugun tush ko'rdingizmi, kundaligingizni yozib qo'ying va to'plang mana shu tushlaringizni. Va amalga oshgan tushlaringizni yoki ro'yobga chiqqan tushlaringizni ham kundalikka belgilang. Misol uchun bir yilda aytaylik 300 ta tush ko'rdingiz va hisob-kitob qiling. Mana shu 300 ta tushingizdan nechtasi ro'yobga chiqdi? Mana shu galочка qo'yibmi, u qilibmi, bu qilibmi yoki detallarni yozibmi? Va keyin oxirida umumiy nima qiling? Hisob-kitobini qiling, statistikasini chiqaring. Misol uchun borani 300 ta tushdan 250 tasi yoki 260 tasi ro'yobga chiqqan bo'lsa, haqiqatan ham mana g'ayri tabiiy hodisa, haqiqatan ham mana siz aytayotgan g'ayb ilmiga dalolat bo'ladi. Lekin ishonchim komilki, agar haqiqatan ham mana shunga jiddiy qarab, mana shunday kundalik tutadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan shu men deyarli ishonchim komil 300 ta tushingizdan oshib ketsa bir 10 tasi amalga oshgan bo'ladi. Lekin sizning mana shu joyda confirmation bias, ya'ni mana shu tarafkashlik yoki o'zingizni aldash mohiyatingiz ochilib qoladi. Mana shu 290 ta ro'yobga chiqmagan yoki amalga oshmagan tushlaringizni sekin chetga surib qo'yib, mana shu 10 tasini olib, qara, mening tushlarim bo'lyapti, amalga oshyapti deyapsiz. Ya'ni o'zingizni aldayapsiz, chunki sizga bu yoqyapti, sizga bu mana shu e'tiborli bo'lyapti. Mana shu cho'pchak bo'lgan 290 ta tushingizni sekin chetga surib qo'ydingiz. Tushunyapsizmi? Nima demoqchiman? Agar yo'q, sen nohaqsan desangiz, buni isbotlash juda ham oson. Isbotlamaguningizcha mening fikrim shu bo'ladi. Aksini isbotlang, kundalik tuting, kundaligingizni o'zingiz xolisona olib boring va o'zingiz ko'rasiz natijasini. Mana shu mening fikrim xullas tushlar bo'yicha. Bu shunchaki o'zini aldash. Ikkinchisi jinlar haqida. Ya'ni men o'z ko'zim bilan ko'rdim, shu odamlardan jinlar chiqishini yoki jinlar odamning nomidan gapirishini va hokazolarda. Bu haqda ham ancha oldin gapirganman. Barcha gapirgan gaplarim aslida turibdi. Shu Telegramda yuqorida qidirsangiz, topsangiz bo'ladi. Menimcha mana shu
jin vaziyatida ikki xil sabab bo'lishi mumkin odamlar mana shu narsa qilishiga. Birinchisi bu shunchaki loh qilish va bundan daromad ko'rish. Menga ko'p tashlab berishgan videolarda qandaydir odam qiyshayib, shu ichidan xuddiki bir narsa chiqayotgandek, keyin g'alati ovoz bilan gapirishi, domla bilan gapirishi va keyin u kimligi, qanday kirib qolganligini aytib beryapti go'yoki. Birinchi sababi aytganimdek bunday bo'lishiga bu mashayniki, firibgarlar sizni loh qilib, sizni pulingizni olmoqchi. Ya'ni til biriktirishgan bo'ladimi mana shu domla bilan? Ya'ni domlaga aktyorlik qilib beryapti, keyin domla mana shu sizning aktyorligingizdan foydalangan holda boshqalarni loh qilyapti. Misol uchun sizni ham loh qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni sizning misolingizda balki sizning do'stingiz sizni loh qilyapti ustingizdan pul ishlash uchun. Bu birinchisi, mening fikrim. Ikkinchisi bu ijtimoiy bosim va psixologik bosim. Bu haqiqatan ham bor narsa. Bu haqda ham ko'p gapirganman, shu tepadagi videolarni topsangiz bo'ladi. Misol uchun kichik mahalladagi odamsiz, sodda odamsiz va mana shu psixologik bosimga moyilligingiz bor. Atrofingizdagi 1000 ta odam sizni hamisha kasal desa, siz o'zingiz buni bilmagan holda o'zingizni kasal deb o'ylashni boshlaysiz. Chunki atrofingizda shunday odamlar sizga shunday fikrni singdirgan. Bu haqda juda ham ajoyib bir bu mana shu hodisani namoyish qiluvchi bir hodisa bor. Amerikada aniq esimda yo'q, qaysi oila, xullas bitta masihiy oilada bitta qiz bo'ladi. Va mana shu qizda psixologik muammolar bo'ladi, psixiatrik muammolar miyasida. Va shu sababli o'zini juda ham tushunib turibsiz, notabiiy tutadi. Lekin uning ota-onasi uchiga chiqqan masihiy bo'lganligi sababli seni ichingga jin kirgan. Shu yoshligidan mana shu qizga bosim qilib kelishgan, buni ichiga jin kirgan. Bu mana shu jinni bo'lyapti va hokazo va qo'shnilari ham xuddi shunday, bunga jin kirgan. Va xullas vrachga olib borishmagan bu qizni. Qachonki mana shu qiz g'alati o'zini tutishni boshlasa, domlani chaqirtirib, masihiy domlani, ular ham mana shu o'qitishini qilishgan. Masihiylikda egzortsizm degan mana shunday amaliyot bor, nomi egzortsizm, ya'ni o'qitish, sukuf qilish va mana shu qizdan jinni chiqarishga harakat qilishgan. Har safar tutqanoqqa qo'zib qolganda bu qizni mana shu masihiy rohib kelib valax qilgan va qizga bo'lib bergan. U qiz ham mana ichimdan jin chiqyapti deb o'xshatib, g'irillab bu qilib mana shunday reaksiya bergan. Sababi u qiz mana shu singib ketgan miyasiga hamma meni ichimga jin kirgan deyaptimi? Demak, haqiqatan ham ichimda jin kirgan ekan deb u qiz mana xullas atrofdagilarni xursand qilish uchun o'zi bilmagan holda mana shunday o'zini tutgan. Ya'ni u haqiqatan ham ishongan o'ziga jin kirganligini. Mana shu bosim orqali. U qiz o'ldi. Mana shu hodisa mashhur bo'lib ketganligiga sabab bu qiz oxir-oqibat o'lib ketdi va keyinchalik ma'lum bo'ldiki, bu qizda mana shunday tibbiy kasallik bo'lgan, psixiatrik, lekin mana shu farosatsizlarning bosimi tufayli bu qiz mana shunday ayanchli tarzda o'lib ketgan. Va bugungi kunda ham bor. Chunki odatda mana shunday jin kirish va mana shu bu qilib reaksiyalar qilish nimagadir bilasizmi, e'tibor bergan bo'lsangiz, hamisha shu it topmas joylardagi qandaydir qishloqning qaysidir aholisida bo'ladi. Nimagadir jinlar faqatgina mana shunday saviyasi past, o'qimishsiz odamlarga kiradi. Nimagadir? Chunki mana shunday odamlarda agar rostini olib gapiradigan bo'lsak, mana shu ruhiy bosim, mana shu psixologik bosimga moyilligi kattaroq bo'ladi. Nimagadir shaharda o'rtasidagi qandaydir obrazovanniy, intellektual odamlarga hech jin kirmaydi. Nimagadir, bilasizmi? Shu qachon qaramang, faqat shu qaysidir daladan chiqqan shu Abdushkurga jin kiradi. Va qizig'i shundaki, nimagadir mana shu Abdushkurning ichiga kirgan jin faqatgina shu Abdushkurning mahalliy tilida gaplasha oladi xolos. Ya'ni mana shu noto'g'ri o'zbek tilida, men mana shu o'zbek tili videolarini ko'rganman. Jin kirganlarning barchasi qandaydir qing'ir qiyshiq o'zbek tilida gapiradi. Axir bu jin-ku. Nima u faqat shu o'zbek tilini biladi xolosmi? O'zbek tilini bilgandan keyin faqatgina mana shunday qing'ir qiyshiq o'zbek tilini biladi xolosmi? Ishonchim komilki, mana shu jin kirgan paytda, mana shu odam endi odam emas, mana shu jin o'zbek tilida gapirayotgan paytda to'xtab tur deb ruschalab unga savol bersangiz, ishonchim komilki, jinning rus tilidagi bilimi sekingina yo'qolib qoladi. Ishonchim komilki, agar arab tilini yaxshi bilsangiz, mana shu ichiga jin kirgan odamga arabchalab bironta savol bersangiz, ishonchim komil javob bera olmaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu shunchaki shu odamning miyasida muammo. Jin ni pri chom. Bu endi mening shaxsiy fikrim. Buni isbotlash juda oson. Nohaqsan desangiz, bemalol isbotlashingiz mumkin. Misol uchun mana jin kirgan odamga boshqa tillarda savol bering. Axir u jin-ku, to'g'rimi? Bilish kerak-ku. Bemalol javob berishi mumkin. Isbotlay olasizmi? Olg'a. Aks holda men shunday fikrda bo'lib qolaveraman. Xo'p. Tushundingiz. Ya'ni sizning do'stingiz yo
sizni lo'q qilyapti, ya'ni sizni ustingizdan pul ishlamoqchi aktyorlik qilib, yoki haqiqatan ham mana shu ijtimoiy bosim va psixologik bosim tufayli o'zini haqiqatan ham o'ziga jin kirganda mana shunday o'zini o'zi tutyapti. Hech qanday jin yo'q, fikrim shu. Sehrga keladigan bo'lsak, buni bu haqda ham ko'p gapirganman. Fondlar bor. G'ayritabiiylikni isbotlasangiz million dollar beruvchi fondlar bor va bugungi kungacha hech kim mana shu fondlardan bir tiyin ola olmadi. Ko'plab odamlar borgan, chunki ko'plab odamlar haqiqatan ham o'zini qandaydir g'ayritabiiy xususiyatlarga ega deb o'ylab, haqiqatan ham, ya'ni o'zini o'zi aldab, confirmation bias borishgan, mana shu testlardan o'tishgan, fonddagi ilmiy uslubda olib boriladigan testlardan, ya'ni uni aldashni ilojisi bo'lmagan testlardan o'tgan va yiqilgan. Sharmanda bo'lgan va ko'zi ochilgan, va bilaman hech qanaqa sehrgar emasman ekan degan xulosaga kelishgan. Chunki mana necha yillardan beri bor mana shu fondlar bir tiyin yutishmagan hech kim. Bundan tashqari ba'zi bir sehrgarlarni majburan olib borishgan. Chunki mana shu sehrgarlar yuzlab boshqa odamlarni lo'q qilgandan keyin mana shu odamlar talab qilgan, qani borchi, tekshirchi deb, hammasi yiqilgan. Mana shu mening fikrim, bularning barchasi cho'pchak, aks holda buni bemalol isbotlasa bo'lardi. Va o'zim ham yoshligimda shunga o'xshash bir eksperiment olib borganman. Yoshlik bitta do'stim bo'lardi, juda ishonardi mana shunday narsalarga, har xil jin, sehr, palom, pistonlarga. Va u bilan qandaydir gap talashib qolganmiz. Nima haqida? Daraxt tagiga siyish yoki daraxt tagida yotish haqida. Xullas mana shu gapni sodda qilib aytadigan bo'lsam, qaysidir daraxtning tagiga siysang bir narsa bo'lasan degan edi. Nechidir ham yillar oldin, shu 15 yilcha bo'ldi shekilli. Atayin na prinsip, yur, qaysi daraxtga siyishim kerak deganman. Shu aytgan vaqtida kech payt edi. Aytgan daraxtini tagiga, adashmasam tut daraxtini tagiga siyganman. Mana shu joyga siyish kerakmi? Mana shunday siyish kerakmi? Siy bo'lib yurganman keyin. Ertasi kuni kelganman oldiga, ikkinchi kuni kelganman, ko'rib turganingizdek bir chiroyli yuribman. Hech narsa bo'lgani yo'q. Yoki qaysidir ham daraxtning tagida yotib bo'lmaydi degan edi. Adashmasam yong'oq. Yong'oq tagida 1-2 soat yotib berganman. Mana shunday yetadimi, bo'ladimi deb ko'rib turganingizdek bir chiroyli yuribman. Bundan tashqari ko'plab mana shu musulmon tomoshabinlar menga tahdid qilishgan. Seni o'qilaman, seni sehrlayman, seni la'natlayman, o'qilaman. Bemalol. Mana turibman, xohlaganinglarcha la'natlaylar, sehrlaylar. Hech narsa bo'lmaydi. Mana men javob beraman. Aks holda fikrim o'zgarmaydi. Qiling bir narsa. Misol uchun la'natlang, meni sehrlang, ko'zim oqib tushsin. Agar ko'zim oqib tushsa, mana sizlar natijalaringizni ko'rsatsanglar, mana shunda ishonaman. Aks holda bir tiyinlik cho'pchak. Shu fikrim. To'rtinchisi, tabiblar, mana shu o'qitib davolovchilar. Avvalambor do'stingiz aytayapsiz, shifokorga boribdi va shifokor buni davolab bo'lmaydi debdi. Shunisiga aniqlik kiritish kerak. Borgan shifokor haqiqiy shifokormi? Ya'ni kvalifikatsiyaga ega shifokormi yoki shunchaki 6 yil medinstitutga qatnab qo'ygan qassobmi? Shunisini hisobga oling. Chunki keling tan olaylik, O'zbekistonda o'qish qanaqaligini bilasiz. Odamlar universitetga kirib olgandan keyin bo'ldi, osib qo'yishadi. Shu yilda bir borib qo'yadi, domlaga pul qistirib qo'yib diplomini olgan. Agar mana shunday shifokor bo'lsa va bu kasallikning davosi yo'q degan bo'lsa, o'z tushunib turibsiz. Ikkinchidan, ba'zi bir kasalliklar o'zidan o'zi davolanishi mumkin. Va bo'lishi mumkin, что mana shu kasallik o'zidan o'zi davolanayotgan paytda domla uni o'qitib qo'ygan va keyin siz buni domlani o'qitishiga yopishtiryapsiz. Bu haqda o'tgan yil misol keltirgan edim Andijon polkasi bilan. Misol uchun aytaylik, men kasal bo'lib qoldim. Qandaydir og'ir kasal, gripp misol uchun. Gripp bo'lsangiz kerak, tek qo'yib bersangiz immunitetingiz o'zi buni hal qiladi va davolashi mumkin. Endi barcha hollarda emas, lekin tushundingiz. Ba'zi bir kasalliklar bor, immunitetingiz o'zi vaqt o'tishi bilan davolashi mumkin. Mana shu kasallikka chalindingiz deylik. Mana men misol uchun qandaydir kasal bo'lib qoldim. Qattiq shamollab qoldim. Umuman shifokorga borganim yo'q, umuman dori ichganim yo'q, og'anab yotdim. Lekin shu payt ayolimdan so'radim, har kuni menga 1 soatlab Andijon polkasini o'ngga tushishga so'radim shunday. Ayolim har kuni Andijon polkasiga o'ngga tushyapti. Men kasalman, yotibman. Bir haftaning ichida men davolanib ketdim va keyin men turib, qara, mening ayolim Andijon polka o'ngga tushgani uchun men davolanib ketdim. Demak, mening ayolim sehrgar deb go'layib tursam, qanday fikrga borasiz? Tushunyapsizmi? Xuddi shuni singari sizning misolingizdagi o do'stingiz kasallikdan qutulib qolishi bu shunchaki mana shu bitta vaqtga to'qnashib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni mana shu domlaning bir narsani o'qitib qo'ygani aslida hech qanday aloqasi bo'lmasligi mumkin. Mana sizning nimangizga, do'stingizning davolanishiga. Aks holda buni ham isbotlash juda ham oson bo'lardi. Tibbiyotda alohida bitta soha bor, доказательная медицина degan. O'zbekchalab bilmayman qanday bo'ladi. Xullas, доказательная медицина prinsiplari bor, o'zining qoidalari bor, metodologiyalari bor. Ushbu metodologiyalardan biri bu slipoy отбор.
Endi hozir to'liqqon tushuntirib o'tirmayman. Misol uchun 100 ta odamga slipoy, ya'ni ularga aytmagan holda ikki xil muolaja beradi, ularga aytmagan holda. Chunki agar ularga aytib qo'ysangiz, ular yolg'on gapirishi mumkin. Ularga aytmagan holda yolg'on bilan ikki xil muolaja beriladi va ular bilmaganligi sababli ular buni aldolmaydi vrachlarda va faqatgina mana shu ekspertlar aniqlashi mumkin. Qaysi muolaja yordam beradi, qaysi biri yordam bermaydi. Va shu orqali doказательная meditsina sohasi ma'lum bir muolajalarni foydasi bormi yo'qmi aniqlashi mumkin. Va mana bu metodologiya qancha 200 yildan beri bor bo'lgan bo'lsa, birortasi mana shu tabiblarni isbotlab bera olmagan. Shu nima demayman, men baribir ilm fanga tayanaman va ilmiy nuqtai nazardan domlalarning mana shu sufkuflari va o'qitishlari barchasi cho'pchak. Aks holda buni isbotlash juda ham oson. Mana shu mening fikrim sizlarning savollaringizga. Tushundinglar degan umiddaman va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Tinch bo'linglar.